cheksam mo'ltirab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Sizchi, onangizni, validangizni sizni katta qilib, sizga tarbiya bergan onajoningiz umid qilib, o'sishingizga, hayotda to'g'ri yo'lini topib, bir kun kelib, meni boshida ko'tarib yuradigan orzularga erishtirish uchun birinchi qadamni qo'ydingizmi? Aslida sizga bunda yordamchi bo'ladi. 8-mart validalarimizni duolarini olish uchun bu bir bahona. Har kun shunday qilsak ham ular arzishadi. Siz meni tushundingizmi? Aytmag'ingiz.